أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد Ötkenki dersin devamı الثالث cihadın 3. türü cihad-ül buğa. Buğa yani cema bagi, tecavüzçi, haddini aşkan, imamın itaatinden çıkan isyankar. Bular olan cihad kılışır. Yani bu Müslümanlığa içlikle, ama Müslümanlı bu. فَمِنْ اَجْلِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْاَمْنِ الدَّاخِلِ İçki bir hatarlıkını qoğdaş üçün وَاسْتِقْرَارُ الْاُمَّةِ فِي اَوْدَعِهَا İslam ümmetinin özünün ahvalının mukum buluşu üçün avda degan ahvali, vaziyetleri وَاسْتِتْبَابِ النِّظَامِ الْعَامِ umum tertip intizamınınki asli kelib muqimlashish uchun istitbab degan tertib asli kelib muqimlashish deydi. Istatabba deb bir qatimimiz o'tgan. Tertib asli kelib muqimlashish degan bo'ldi. Ja'ala al-islamu al-khuruj ala ta'ati al-imam. Yuqoriqilar uchun islom imomning itoatidan chiqib ketishni, ya'ni imom deganing o'shada xalifa, musulmonlarning amirul mu'minin, raisi, musulmonlardan chiqqan shu hokimning itoatidan chiqib ketishni walau jairan, bu imom zolim bo'lsa-mu buning itoatidan chiqib ketishni nima deb hisobladi? Bag'yan va zulman, addidan eshish, isyankorlik va zulm qilishdan iborat deb sanadi deydi. Wa ja'ala ma yaf'aluna zalika bughatan mujawizin al-hadd. Ashunda ishlarni qilganlarni chekidan oshgan bag'iylar deb hisobladi. ويجب قتالهم إذا كانوا في منعة أي شوكة بكثرة أو قوة. Kuch quvvat bilan bo'lsin yoki son jihatdan jiq bo'lsin, chiqib kuch quvvat olib qolsa, o'zini qo'g'day oladigan, urusha oladigan holatda mana degan o'zini shuna qo'g'day oladigan. Tutay deb kelsa, to'sab turib oladigan. Shavka degan bu shunday kuch quvvat. Demak, son jihatdan bo'lsin, kuch quvvat jihatdan bo'lsin, o'zini qo'g'day oladigan, o'zini mudofaa qila oladigan. Bunda bo'lib qolsa, ular bilan urushishni vojib qildi islom dini. وَلَهُمْ رَئِيسٌ مُطَاعٌ يَصْدُرُونَ عَنْ رَأْيِهِ. Yani ular kuch quvvatli bo'lsa, yana itoat qiladigan, nima desa ma'qul deydigan, ularning bir beshi bo'lib qolsa. Demak, bu isyanchi bir toifa. Islom xalifasining itoatidan chiqib ketgan. Bunun beshi var. Mesela xavorijda shunday turg'u. Beshi var, qo'mondoni var, davlat askarlari tutunib desa, urushib o'zini qo'lga oladigan, o'shan bir ahvoldagi xavorijlarni bor. Vaqad kharaju an qabdat al-imam. Imomninki ilkidan chiqatgan, itoatidan chiqatganlar bular. Va kana lahum ta'wilun sa'igun min al-kitabi aw sunnah. Yani ularning da oyat hadisdan tayindigan qabul qilingan bir izohat, tafsir ya bir nimaga oyat hadisni o'zi boshqacharoq tushunib, boshqacharoq ma'no berib, biz bunda qilsak bo'ladi. Masalan, bu davlat raisi hozir haroq ishda. Haroq ichgandan keyin biz buni itoatdan chiqibmiz. Deblam, masalan, ba'zi oyat hadisni dalil keltirib, shunda isyon qilib chiqqan bo'lsa, yastaniduna ilayhi. Mana oyat hadisga tayinadi bular. Mesela xavorijlar burun inil hukmu illa lillah diye ayet tanıgan. Hüküm sana emas, Allah'a xos deb Qur'onni tahkim qildiramiz degan chaqda, Abu Musa al-Ash'ari bilan Amr ibn al-Asni hakam qildigan chaqda kafir bo'ldi bular. Inil hukmu illa lillah hukmni inson qilib qo'ydi deb bilan bash ketgan. Demak, o'zi tayindigan. Biz bu oyat, bu hadisga asosan biz hozir to'plan qo'zg'ab itoatdan chiqatdik degan bo'lsa-mu, ya'taqiduna bihi javazul xuruj mana. Mush oyat mush hadisga asosan, mush oyatdan chiqqan mush mazmunga asosan biz mana imomning itoatdan chiqatdik deb e'tiqod qilsa-mu, katabil xorijina min ahli jamal. Masalan, tugi urushida mavqiatul jamal deb Hazrat Aisha va boshqa sahobalar bir tarafda Hazrat Aliga qarshi chiqqan ahvol. Mushunda Hazrat Aisha ma'lum oyat hadisga tayinib turib,
to'g'ri deb o'ylab endi chiqqan. Shunday bo'lsa-mu yana bu bug'at urushi. Va Siffin mana. Siffin jangidami biz o'tgangi darsda Siffinda bo'lgan janglarning jarayonini o'tdik. Bu xavorijlar bilan bo'lgan urush. Hazrat Ali qonunli xalifa. Unga qarshi urush qildilar. Hazrat Muaviya taraf bo'lsin yoki xavorijlar bo'lsin, keyin ular esa shar'iy qonunli xalifaga bo'ysunmay chiqdilar. Mana alal imom Ali karramallohu vajha. Ali radhiyallohu anhu ga qarshi chiqqanlar bular. Demak, bu bag'iylar qanday odamlar desa, qonunli hokim, islom hokimi, amirul mu'minin, xalifa, rais mushuningga qarshi chiqishdimi muayyan oyat hadisni qanday tushunib, chiqishimiz to'g'ri deb qarshi chiqqanlar. O'zini davlatning askarlaridan tutishadigan kuch-quvvati va uning qo'mondoni va bunda bir senkar to'planchini bag'iylaydi. Mushu bilan urushish vojib. Mushu yani jihadning bir turi demoqchi. Va dalilu ala wujubi qitalihim qawlulloh taala. Ularla urushning vojibligini dalili shu Alloh taolaning so'zidir. Wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Birisi-birisiga tajovuz qilib zulm qilib qolsa, faqatilul lati tabghi. Ashu zulm qilgan, haddidan oshgan bilan urushinglar deb. Hatta tafi'a ila amrillah. Taki Allohning amriga bo'ysunib ma'qul deb o'shin topqicha urushinglar dedi. Demak, bu buyruq hozir vojib qildirdi. Hatta tarji'a ila amrillah. Qaytqicha deng. Lekin o'sha urush qilganini Qur'on Karimda mu'minin deb o'tadi. Ma'no diqqat qilsangiz. Va in ta'ifatani minal mu'minin. Urushgan bo'lsa, hozir kafir deb aytmadi buni. Mu'minlar dedi. Hazrat Aisha, Hazrat Ali bilan urushgan. Hazrat Muaviya, Hazrat Ali bilan urushgan. Mu'minlarmi? Rasulullohning sahobalari, ummahatul mu'minin. Ekan ular ashunda bir urushda Qur'on yoki hadisni bir xil tushunib qolgan. Albatta, Qur'on Karim oyatlari qiyomatga qadar bizningki dasturimiz. Qiyomatga qadar bizga bunda yo'l boshlanmagan oyatlar. Hozir biz mana bundan keyin qachoniki bunda bag'iydan biz chiqib qolsa, o'sha adibini berib, uni Allohning hukmiga qaytishga zo'rlaymiz deb o'ylayapmiz. Bag'iylar tarafidan o'lgandan shu Osiyo yo'lda o'lgan bo'ldi. Bag'iylar tarafidan o'lganlikda Osiyo yo'lda shu. Bu qarshi qilish bag'iylar. Endi uning o'liklarning hukmi nima demoqchisizlar? Nima? O'liklar Alloh taolo topshirmas. Lekin kafirlikda iymonsizlikda demaymiz. Shu bug'at istamda. Bug'at qilib tushsak shu bug'at bo'ldi. Chunki xalifaga qarshi chiqqan aholi. Lekin biz Siffin aqalligini jarayon boshdan oyoq o'qib o'tdik, shunami? Vaqatul jamalni o'qildi. O jarayoni bor. Bir banami yoki qatildan sal. Ya, shunda tushungan endi. Hozir bu bana ko'rsatmasa, shuni zodi qallisanda tushungan bo'lsa-mu, u endi bag'i bo'ldi. Usmon Azizlarning xavarij o'tgan shu. To'planchida o'tirayotgan. O'tirayotgandan undan Hazrat Ali xalifa bo'lgandan keyin Hazrat Aisha va Hazrat Usmonning xalifaning qissasini bilish lozimdi. Hazrat Ali davlatning qadamini roz mustahkam qilib qilib, undan maqsadsiz ma'ishni o'qilish lozim. Mana valaysa fiha zikrul xuruj ala al-imam sarihan. Mana bu oyatda imomga qarshi chiqib, bunda sankarlik qilib degan gap aniq yo'q. Lakinnaha tashmaluhu li'umumiha. Lekin o'sha oyatning umumi fa in baghat ihdama ala al-ukhra faqatilu degan o'sha umumi bir toifaning bag'iylik esa degan gap, ya'ni imomul musliminga jamoat ko'pchilikka senkar qilib chiqsa deganga tushdi yana demoqchi. O'z ichiga oladi. Aw taqtadihi yoki shuni taqozo qiladi shunda deyishni. Ya'ni idza tuliba al-qitalu liba toifa ala toifa. Masalan, bu hozir qiyos qilyapti. Va dalil va qiyos. Bir guruh bilan bir guruh urushib qilib, bu birisi o'shliq qilib, masalan, zulm qilib qilgan ahvolda
zulm qilgan, chekidan oshganni bostirish uchun urush vojib bo'lib qolsa, kana talabuhu min ajl baghi ala al-imam awla. Biz cho'ng biladigan, bizning cho'ng tuyruqimiz bo'lgan islom podshosiga qarshi haddini oshgan ahvolda albatta uni bostirishni urish lozim. Yani odatda davlat rais bo'lmagan bir musulmon qarta ashunda tajovuz qilsa, biz bostirish lozim bo'lsa, davlat raisi qarta bizning tuyruqimizni yiqitadigan manda bir haddida ish bo'lib qolsa, buni qarshi urish qilish albatta vojib bo'ladi demoqchi. Bu qiyos avlaviy ma'lum. Bag'iylar kuchli kelib ketib, bag'iymen yangi qaz o'shada onun ixtiyor qilgan gapman. Ha, al-mutaghallib. Abbasiylar, Umayyadlar tutgan. Ha, mutaghallib. Ulamalar shu chaqda shu zumiyatlik bilan bostiriblamada tatvosi huquqni bu shu podsho bo'ladi. Ha, u bag'iylarni qo'ydi. Shu innama tu'khadu ad-dunya ghalaba. İnqilabdan İslam olsunlar. İnqilabdan İslam olsunlar. Nima uchun? Uni nima uchun bu davlat rais bo'lanmaydi, uni qo'l desa, nima bo'lmoqchi? Hujjat chadaq, texnik hujjat. Butun xalq qirildigan, nurg'un vayronchilik kelib chiqdan bo'lgan ekan, burungi davlat raisi bo'lgan, masalan, davlatni tutganlar shu davlatda xuddi bo'lgan ekan, ojizlik bo'lgan ekan. Yamanimiz chiqib, bundan boshqarma deb qilgan ekan, shu bo'lsinlar. Yani hükmül mutaghallib deyilgan bu fiqhda ayrim bunda mabhas var. Bu ulamalar tadqiq qilib, uni hukmini bekitib qo'yadilar. Ve yedullu ala vujubi qitalihim aydan, yana ular bilan urushning vojibligiga ma hadisni dalolat qildi dedi. Ma rawahu Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi Musnad nomli kitobida rivoyat qildi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala: "Man atakum wa amrukum jam'un ala rajulin wahid." Sizlarning ishinglar bir odamga jamlangan. Ya'ni sizlarni podshohni bir shunda itoat qilayotgan. Bu shunday holatda sizlarni tashlab kelib, yuridan yashqa asakum, sizlarning biz tayoqni yirib, ya'ni parchalamoq, ittifoqni buzish degan gap bor. Tayoqlarni yirishni xohlasa, ya'ni ittifoqni buzmoqchi bo'lsa, aw yufarriqa jama'atakum, ya'ni yashqa asakum degan gapning izohati deyman. Yoki sizlarning jamoatingni chechib o'tmoqchi bo'lsa, bayram qilib o'tmoqchi bo'lsa, faqtulu o'ttiritoni degan. Mushmo shuni dalilda, ya'ni shu bag'ini o'tiranglar degan gap dedi. ويتعلق بقتال البغاة أمور وأحكام فرعية تطلب من كتب الفقه. يعني شو باغيلا bilan urush masalasiga munosabatlik xiljiq ishlar va ahkamlar va far'iy hukmlar. Uni o'rtasida qanday oldu deb hammasning ayrim ahkamlar bor. Tutlabu min kutubul fiqh. Bu namda qaysi kitoblar o'rganamiz? Fiqh kitoblarni o'rganamiz. Kitobni mutaallim tutib bo'lsanglar, undan keyin inshaalloh o'qimoqchi. Hazrati Ali roziyallohu anhu Xavarij bilan dastlab urushgan imom. Xavarijning shu bag'iyninki ahkamlari ko'pincha Hazrati Alininki Xavarij bilan qilgan urushlari va shu yerdagi ish izlaridan ilinadi. Masalan, Qaysar ibn Rasululloh deganda taqtuluka al-fi'atul baghiya. Kim deganda? Ali roziyallohu. Hazrati Husaynni taqtuluka al-fi'atul baghiya. Fi'atul baghiya turgan Karbala. Shiyali turgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhuga Rasululloh degan. Kelish miyaga urilsa, miya bo'ylab ketadi. Yani yerda shu Xavarij Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi o'tgan chaqda Hazrati Ali bomdod qilgan vaqtida oldin to'saqlam al-Haramda al-hukmu lillah la laka ya Ali deb mishaydan urgan. Onun kim mishayirli qon sho'qirib saqollarni bo'yadi. Rasululloh degan shu bag'iylar bo'ldi. Abu Bakr roziyallohu anhu zakat bilan urushdi. Şu murtadlar, o kafirlar ketdi. Diniyen ketganlar. Qital murtaddin yani şu. Demek bu cihatning 3-chi turi jihadul bughat. 4-chi turi ar-rabi'u jihadu ahlil bid'i wal ahwa.
bid'at, zalolat va havoyivas ahliga qarta jihad qilish. Ashula qarshi jihad qilish. Bid'at degan dinda xatarlik narsa bu. Va kullu bid'atin dalal. Jihadu ahli al-bid'i wal ahwa. Bid'at va havoyivas ahliga qarta jihad qilish. وهم الذين لم يخرجوا عن طاعة السلطان الحاكم العام. Bular İslam padişahının itaatinden çıkmaganlar. Bununda siyasi kaşıntısı yok. ولكنهم يتبعون الشهوات. Özünün ko'ngli xohlagancha havoyavaslarga ergishmoqdalar. ويرتكبون الموبقات. Halokatga ilib boradigan xatarlik jinoyatlarni sodir qildilar. Mubiqat degan shu halok qiluvchi degan. Ittaqus sab'ul mubiqat va ya'ithuna fasadan fil ummah. İslam ummati orasida buzg'unchilik ilib bordilar. Ata degan buzg'unchilik qildi. Va la ta'thaw fil ardi mufsidin. Maf'ulun bi قدامنا ويفسدون في الأرض فسادا يعني فيزينون للشباب الانحراف فيزينون للشباب الانحراف شundan bular buzg'unchilik qilib yoshlarga shunda buzuqchilikni chiroyli ko'rsatib turdi. Tamaki chiqish, zina fohisha, har turli buzuqchilikni chiroyli ko'rsatib, yaxshi ko'rsatib turdi. والخروج عن مكارم الأخلاق. İsl axloq fazilatdan chiqib ketishni chiroyli ko'rsatdi. Va yug'runal fatayat. Qizlarni gollaydi. Yug'runa degan qiziqtirdi, gollaydi degan bu. Hatta yaqana fi mahawir rada. Radani bizning buzoq halokat. Masalan fatarda deyotgan. Fatarda demak halokat girdog'a yoki hanglarga mahab degan tushib ketadigan o'sha hang degan. Shunda halokat hanglarga tushganga qadar qizlarni shunda go'llab ozdirdi. Va ta'ti samaratul jarimati. Andin jinoyatningki mevasi aqdin kildi. Tu'linul al-ara wal fadiha. Arnumus va rasvochilikni e'lon qilgan holatda shu zina fohishininki mevasi qo'saqda bo'la qoldi demak. Zina fohish bo'ldi-ku, undan keyin uning shu jinoyatning hamda mevasi sifatida amil bo'lib qilgan. Va haula yajibu jihaduhum. Ashundalarni to'sash lozim. Ular qarta jihad qilish lozim dedi. Yajibu jihaduhum va zajruhum. To'sash degan zajr degan. Min kulli mu'min, har bir mu'min shular qarta shunda tirishchilik ko'rsatib jihad qilish lozim. Min kulli mu'minin mukallafin. Balog'atga yetgan mukallaf mu'minlar bo'lgan ular qarta shunda kurash qilish lozim. Yamtani'ad-dallu an shururihi. Azg'un kishi o'zining yomonligidan cheklanish uchun va yandafi'al khayru fi sabilihi. Yaxshilik o'z yo'lda ravs minish uchun va yutahharal mujtama'u. Jamiyatmo pokizlanish uchun va yutahazzaba liyamtani'a wa kasda liyamtani'ad-dallu an shururihi va yandafi'al khayru fi sabilihi va yutahharal mujtama'u va yutahazzaba afraduhu. Va uning kishilari adablik axloqliq bo'lish uchun ya'ni ravs bo'lish uchun tahdibdan tahazzabadan majhul oldi. Tahdib degan masalan chashlanadi arxil chiqayotgan bo'lsa qirqibda ruslab nima qilsa bu tahdib bo'ldi. Ya'ni ruslab agri to'qaylarni tuzab qilgan. Qalay muqqan agri to'qaylarni siliqlashtirib tuzab ruslab qilish degan ma'no. Tahdib. Muhazzab desan adablik rus bo'lar yani. Valadun muhazzab. Tarbiya ko'rgan masalan. Demak, kishilari, shaxslari adablanib tarbiya ko'rish uchun har bir musulmon shunday nachar kishilarni to'sishi lozim dedi.
وفي هذا النوع يجاهد كل مكلف على قدر استطاعته واستعداده وإمكاناته. Muşu türlük cihatta her bir kişi imkaniyetinin yetişçe, istidadının yetişçe, kurbu yetişçe cihat kılıdı oluyor. Mesela cemiyette mesela biz koçulda mesela ammi soyrulluda aşında kılaymakanın işini körsek şu adamdan neymiş kılatsa da onu tutsap yani okulan gelmez. Yolda bir kız olur kesip basırsa ağzını çakçap dese onu tutsan gel. Bu adetten de İslam cemiyetler olmaz. İnsani cemiyette hem de cemiyette o umumunki edep ahlak cemiyetten sağlam olsun bunda kişiler emr maruf nehy anil münker kılışı lazım. Kema qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Sizlerden qaysi birisinglar şeriat yaman ko'rdigan unda yaman ishlarni munkar degan yaman ishlarni ko'rib qolsa qanday bir yaman ishni ko'rdi munkar degan hozir mana nakiradir munkar qanday bir yaman ishni ko'rib qolsa falyughayyirhu bi yadihi qo'li bilan uni o'zgartsin fa illam yastati' fa bi lisanihi agar qo'li bilan o'zgartmay qolsa til bilan o'zgartsin fa illam yastati' fa bi qalbihi tili bilan o'zgartmagan bo'lsa dili bilan unga nafrat bilan qaraydigan bo'lsin. Va dalika ad'aful iman. Ana shu iymonning eng ojiz holati yani. Faqat hech ish qilmay, ko'ngilda shunda nafrat bilan qarab turishi bu iymonning eng ojiz holati. İşte kılınmadan başlayan bulundu. Ya kılınmaganda, uningga qurbi yetmagan ahvolda. Kılalıp durum önce tosmadan başlayan. Tosmasa şu günahkar oludu. Bu şu imanın acizliğine oldu. Yani aslında kılardan durup kılmaganlık imanın acizliği kaldı. Qo'lilar, tililar o'zgartirishning tartibi ulamalar ba'zi to'xtalgan. Qo'lilar, kuchlar o'zgartirish ko'pincha ahvolda o'sha davlat hokimininki, saqchining shuning vazifasi irzaki nasihatlarni muqlash umum xalq nomasi. Davlat o'zi uni kuchlar to'sab unda qilmagan ahvolda bu chaqda kuchlar jamoat nima qilsa bo'ldi. Lekin normal ahvolda masalan amr ma'ruf qilish uchun başta nima bilan boshlaymiz? Mana ta'tirdan boshlaymiz. Ta'tirdan? Ha, nima riskaga nimadan ta'tir boshlaymiz. Masalan, dunyoda boshini yaprat bo'lish, nima? Buni qanday gap bu? Bundan qilamdi deb, endi biz bu yomon ish emasdan to'xta desak, to'xtaydigan bo'ldi qilgan bo'lsa, kuch ishlatmaymiz. Siz bilan hal qilamiz uni. Va umuman mashhursi buni deb to'xtatdi. Tamam, bo'ldi. Uni bo'lsa, uni kandin kuchidan yani eg'izlar gap bilan allohni mana hadisda falg'ayr biyadi deb bash biyadini kelganda bilan ko'mmas asar bo'lmaydi. U taxmin ishni murakkab ishi bu joyda yo'g'inib ketib qoldi. Masalan, so'z bilan to'xtatilib bo'lsa, urib to'xtatmaymiz mencha. Shu munkarni yana cho'ng bir munkar chiqib eg'irlab ketmaydigan ahvolda yurishtirish masalasi. Yani münkerden şartı şu, aşı münkerini to'simandab uningdan yuqoriroq bir münker o'tirib chiqmasi lazım. Ondan şu münkerning münkerligini aniq bilib ondan to'sash lazım. Münker emas bir ishni, masalan, bizning diyanimizdan aminullik desa, ya namozda rafiyat qilsa, bu münker hisoblab qilib bu qarishtirdi. Bu o'zining jaholatidir. Bu münker emas to'sash. Yani münker deb aniq sen bilgandan keyin uning qarta bir bilim bo'lish lozim. Undan keyin bu munkar deb no'qta. Ko'chada axloqsiz ishni qilsa, va men aniqamda u munkar. Ya o'g'li qilayotgan bo'lsa bu munkar. Lekin munkar emas. Lekin sen kallangni munkar deb xato tushunib qolsang, unda g'achi to'ssang bo'lmaydi. Yani uning uchun bir bilim lozim. Yani to'sash uchun munkar bo'lish kerak. Lekin sen o'zing buni munkar deb o'ylaylar. Lekin islom sünnet qilamiz. Aminullik deyishda ya qo'l ko'tarsak uni to'sib olsam bo'lmaydi. Ya'ni to'sash uchun shu munkar bo'lish kerak. Munkar bo'lmasa to'sab bundan g'alaba qilish bo'lmaydi. Ko'chada bunda bir suv ichib yo'lda ketayotgan odam bo'lsa, ya bir nayya ketgan odam bo'lsa, buni munkarda to'samaysa, munkar deb bo'lmaydi. Vaqat talabat
nususul Qur'ani vel ahadithil kathirati al ummata furada ve cemaatin. Qur'on Karimning va nurg'un hadislarningki ko'rsatmalar, aniq ko'rsatma, nusus yana aniq ko'rsatma deymiz. Tekstli deymiz, ha? Mava dalalatni o'ziga bir taqdirlanmas. Ad-dalala nassan. Yani ihtimallığı yok. Dalalatı demek yani nusus diye. Bazı ayetler var mesela ondan düşündüğün mezmununda ihtimallık mesela. Bundan bir şey olmayan, bundan bir şey olmayan, bundan olmaz. Yani ilk zaten düşünde kılışın gerek dediğin ihtimallık yok. Dalalatlıgan ayet hadisler demek ki. Şahslar olsun ve cemaat olsun umuman İslam ümmetinden talep kılıp geldi dedi. Nimen talep kıldı? Bil-i'tisami bihablillahi. Allah Teala'nın arqınıga çın yepişqa, yani ittifaqlıq, ömlük, birlik barabarlikni saqlab qolishqa chaqirdi. Va tamassuki bil axloq, axloqlarni çın tutishqa, val fadail, fazilatli bo'lishqa, va taxalli anil maasi, va rada'ili, rezil axloqlar, yomon nachar axloqlar, gunoh ma'siyatlarni tashlashqa buyurdi. Ve muharabatul afatil fikriye ve fikri afatlarga taqabul turish, xulqiy afatlarga taqabul turish, ijtimoiy afatlarga taqabul turishni talab qildi. Vel akhdi ala aydil abithin al munharifin an tariqid din. Din yo'lidan chetlab ketgan, shunda behuda hapilishadigan, abithin degan hapilishib aytishadigan degan bo'ldi. Masalan, yo'lda kesib turib, masalan, tok stolbisi var. Kesme bakar var, okuş balda işte, okulup hastane, okulup öğretilir. Abat sanırım. Yani bu abat diyen, dimağını eşliğe buldu. Kim ya da aşımdan hepleşip bakar yetişip koyduğun. Annem de idarının ya mektepinin eynekli olsa bakar, onu çekme tutmalı. Taş etip koyduğun. Su turbanı olsa, su bakar, içi tutulan, teşkil tutulan. Kışkatının da sıkıntı zaten var, abetin diyen bu. Yani buzg'unchilik qilib, hapilishlik Allah demoqchi men. Ashullarni adablashyapman. Al-akhd ala aydi degan g'achchi qo'l tutib chaqmaman deb tutishni demoqchi. Yani ashullarni to'xtatish. Ya shunda ishlarni qildirmaslikni talab qildi. Wa la yajuzu lil mu'minin billahi wa rasulihi an yaqifa ala al-hiyad fi ma'rakati al-khayr wa ash-shar. Mana bu diqqat qilinglar. Allah ve Resulü'ne işengen bir mümin yaxşılıkla yamanlık körüşüde taraf tutmay unda o'ttirda turishi joiz bo'lmaydi. Haqna kurash qilayotgan bir zatda maydon tutmay o'ttirib qo'l qo'shtirib unda qarab turishi to'g'ri bo'lmaydi. Cho'qim bu haq tarafini tutishi lozim. Yani maydon bo'lish lozim musulmonlarga. Uning qarta bir pozitsiya, inkas, inja bo'lishi lozim. Ma'rakatil emri bil ma'rufi ve nahy anil munkar. Yaxshilik, yomonlik ko'rishligimiz nima iborat? Amri ma'ruf jangi va nahy anil munkar jangi. Mushunda zada cho'qim bir tarafni tutish lozim. Yani xayr tarafini tutish lozim. Bal alayhi an yakuna udwan 'amilan. Balki taqvo faoliyat ilib boradigan bir a'zo bo'lish lozim. Ish qilib turgan. Asqatadigan bir a'zo bo'lish lozim. Va unsuran ijobiyan va ijobiy rol o'ynaydigan bir a'zo. Unsur deganmi bir a'zo demak. Faqad qala sallallohu alayhi vasallam. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda degan: "La takunu imma'a." Sizlar imma'a bo'lib qolmanglar, bo'lmanglar dedi. Imma'a degan nima? Maydoni yo'q. Shamol nima chiqsa shu yerga yo'g'laydigan. Bitaraf turadigan. Hani bu bitaraflar emas. Bu g'ash turiblar, mana unda ketilgan. Bizdan turiblar, bunda ketilgan. G'ildilab yuradigan. Shunga tavuz shamol qarab tutadigan kishi demakchi. Taquluna deysizlar edi. Bunda deydigan imma bilan qilmanglar edi. Bunda in ahsanan nas ahsan. Sen yaxshi ish qilib yaxshi bo'lib ketsa, yaxshi qilinglar. Ve in zalamu zalamna. Xalqni bozgitib, bundan tuzmu bozgitib qilamiz. O'g'li qilsa, o'g'li qilamiz. Hammasi taqodir mujohid bo'lib, mujohid bo'lamiz. Yani shu iqim, umum iqim qanday bo'lsa, shu bo'yicha mansab bu.
Zaman sana bakmasa sen zamanına bak. Yani. Burun muş ulamalığı azagen, partiya azası olan naçar haqla keyin 82 yildan keyin masjidni ichida Diyanet işlari yo'lishib haqli namoz o'qigan bo'lgan chog'da satning birinchi sabida deb o'tib bo'lgan. Shu anda zaman qarab. Oshunda yomon kunni kelgan chog'da askar o'sal bo'ldi. Bunda qarcham odamlar namoz chiqayotgan jamoatchilik va namoz chiqmaganini ayblaydigan, jamoatni ayirib qo'yilgan, uy berishishni xudo'junmaydigan bunda ahli bo'lsa, partiyadan boshqa aldasa. Bomdatdan burun chiqib, jamoat chiqib olsa shu. O'tlar, o'tlar. Birinchi sabab shuni egallagan. Va bular shunda imom. Ya'ni Kommunist partiyasi bilan musulmonlar zarba urishni boshlasa, birinchi ular shuni zarba. Lekin unda qilmaysizlar. Waqtinu anfusakum o'zinglarni nayta mustahkam qilinglar, tayyorlanglar demoqchi. In ahsanan nasu an tuhsinu. Qanday qilish tayyorlanglar? Kishilar yaxshilik qilib qolsa, sizlar yaxshilik qilishga. Va in zalamu alla tazlimu. Boshqa zulm qilib qolsa, siz zulm qilmaslikqa tayyorlik qilinglar, tarbiyalanglar. Kama la yajuzu mudaratu ahli as-su'i wal ma'asi wa mujamalatihim. Nacharlik va ma'siyat ahliga qarta madara qilishga bo'lmaydigandekla madarani bilasizlar. Demak, nacharlik qilgan, o'sha ma'siyat ahli buliga madara qilishga bo'lmaydi. Madara qilishga bo'lmagandekla va mujamalatuhum ularga xushomat qilib, chiroyli qo'yib deb yaxshi gapni qilib bilan uni qo'pol tegmalar o'tkazib bunday qilishga bo'lmaydi dedi. Ya'ni ularga madara qilib xushmuomala qilish joiz bo'lmagandek, fa inna dalika majlabatun lid-darar. Ya'ni kamal ajrin shundaqla deydi. Shundaqla nacharlik va ma'siyat ahliga qarta madara qilishga bo'lmaydi. Ularga xushmuomala ham xushomat qilishga bo'lmaydi. Nima uchun? Fa inna dalika chunki ashunda qilish majlabatun lid-darar. Ziyon keltirib chiqadigan ish. Majlaba degan keltirib chiqirdi deydi. Ve med'atun lil halak, halakatni chaqirib keladigan narsa, keltirib chiqadigan narsa demak. Vel xarabul am, umumizlik xarabni ilib keldi. Qala Taala: "Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa alamu anna Allaha shadidul iqab." Sizlardan zulm qilganliklar xas bo'lib qolmaydigan, umumiylik qiladigan fitnadan saqlaninglar. Bilinglarki, Alloh taolaning jazosi nihoyat og'ir dedi. Shunda bir fitnadan saqlaninglarki, uning zina sizlardan zulm qilganliklar tegib qolmaydi. Balki umumiylik tegadi. Zina umumiylik. Sen Uyg'ur o'quvchisiz. Birisi bir sadaqasini qilib qo'ysa, misol Uyg'ur bilan bizga ziyon keltirishi mumkin. Nima? Mesela bir kiyimda biz ya bir mashinada, aeroplanda ketib o'tiramiz. Kiyim o'tirib bizsa unda shundan ham tashgan bo'lsa, u chog'da boshlandim. Men unda xato qilmoqchiman, o'tiraveray deb o'tiraversa, kiyim hamma shundan ham cho'kadi. Uni tashkilini unda qilmoqlar deb to'silgan. Mesela toplumları binanın sabitliğini kıysa, bunun kararı demey, onu tutsak. Bu mesela şöyle otkesi binanın nasıl otkesi? Ya binanın taşı bir yerde otyak koyduğu götürüp olsun. Onu tutsak lazım. Bu mesela o otyak kalınan kıyıp ölmeydi, başka binaya gelmiş kıyıp ölmedi. Şunu hoşlaşalım. Ve khataba Ebu Bekir'in as-Siddiq radıyallahu anhu yevmen. Abu Bakr Siddiq radıyallahu anh bir kene nutq söyledi. Faqala ya eyyuhan nas, ya khalayq, innakum taqra'una hadhihi al-aya. Mush ayatni sizlar o'qisizlar. Ya eyyuhallazina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ey mu'minlar, o'zinglarni bilinglar degan. Alaykum anfusakum. O'zinglarni bilinglar. O'zinglarni bilinglar.
la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Sizlar hidayat topsanglar, ozg'un bo'lib ketganlar sizni ziyon uranmaydi degan mujna bir oyat o'qiysizlar. Va inni sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaqul, man bo'lsam Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunda deganligini olgan. Innan nasa idza ra'aw az-zalima khalayiq zalimni ko'rib falam ya'khudhu ala yadayhi uning qo'lini tutib olmasa degan gap, ya'ni uni zulmidan to'xtatmasa, aw shaka an ya'ummahumullohu bi'iqabin minhu. Allah Taala ularning hammasiga zalim ular emas, butun shu xalqning hammasiga umumyuzlik Allohning dargohidan kelgan bir azobni bag'ri tas-tas qiladi deganligini anglagan deydi. Ya'ni bu alaykum anfusakum degan zalim yoki nafsi qilayotganini to'sab, unda to'xtat qat'iy mumkin bo'lmaydigan jonni aran saqlab qolgan munda bir ahvolda bu chog'da sen o'zingni bil, o'zgini qo'y. O'zingni bil, o'zgini qo'y degan gap shu chog'da qandaysan. Lekin to'sab unda qilmanglar, qanday qilolmayman, nima o'ziga desa deb bunda to'silgan. Bunda bir ahvol bo'lsa to'sash lozim. Yani zalimni qarta bir nima bo'lish kerak. Lekin ashunda to'sgan ahvolda ularni o'chirilgan, qiyin zodi bir qo'rqib turgan bunda bir ahvol bo'lsa, alaykum anfusakum. Bu chaqda gunoh qilganlar, zulm qilganlar u chaqda sizlar to'g'rini tutib buni mansanglar, garchi ularni to'samay qolsanglarmi, ojizligingizni ular sizga ziyon qilmaydi. Lekin to'saladigan turib, amr ma'ruf qiladigan turib, nahy munkar qiladigan turib, unda qilmasa, bu chaqda Alloh taolo umumyuzlik azoblarsa azob qildi. Ashab-us sabtning vaqtligida umumyuzlik azoblar tug'ib, unda azob bo'ldi. Shu Xitoy diyorida aytibdi, "Tugi ko'rdingmi, jallimi yo'lsa meyo" dangadi. Unda atlarning so'zi bor. Xitoy diyorida aytibdi, "Tugi ko'rdingmi, jallimi yo'lsa meyo" dangadi. Xalqning nacharligidan Xitoyning diyorida bir ishkirga borganlar deb qo'yadi. Masalan, oldinda o'tib borgan bo'lsa, tugini ko'radi. Keyin biz kirib, "O'ylarni tugi o'tib ketgan ko'rdim" bo'lsa, "Ko'rdim" deb qolgan bo'lar qildi. Endi islomda degan bu yerdan da xalqning o'shalligidan qanday qilish lozim? Yo'q, men ko'rmadim, bilmadim deb qutulish lozim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.